Xo'sh, hozir Instagramda ko'radigan bo'lsalaring, do'stlar, 10 ta treyderdan 9 tasi kurs sotish bilan shug'ullanyapti. Ular nima uchun kurs sotyapti? Trading sohasiga kiryapti, oson emasligini bilyapti. Boshida oson deb kirgan, kiraman, o'qiyman, soha qilaman deb kirgan, lekin soha qila olmagan. Slif qilgan. O'sha qilingan slifni qanday joyga qo'yishni izlagan, oxiri kelib baribir kursga taqalganda. O'sha kursni orqasidan soqa qilib turib, bu yoqdagi o'zi qilgan sliflarni yopib, men ana shunaqa tushunaman. Trading sohasida kurs sotyaptimi? O'zi katta ehtimol bilan plyusga chiqa olmasdan o'sha trading sohasiga kirib turib, odamlarga kurs sotyapti. Xullas, kurs sotyapti, odamlar olyapti, manfaatli bo'lmayapti, qoniqmayapti odamlar, o'ylagandek bo'lmayapti, yana 1000-2000 dollarga sotyapti. Kursni olgandan keyin u kutgandek bo'lmayapti-da. Xullas do'stlar, ana shu haqida gaplashamiz. Soxta treyderlar, soxta kurs sotuvchilardan qanday saqlanish haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Javohir Subhonov. 2,5 yildan beri o'sha trading sohasidaman. Xo'sh, soxta treyderlardan, kurs sotuvchi treyderlardan, biznesmen treyderlardan qanday saqlanish mumkin? Birinchi o'rinda, misol uchun kurs sotib olyapsizlarmi? Trading sohasiga qiziqtiring, to'g'rimi? Misol uchun trading sohasiga qiziqtiring, shoshib, bilgan-bilmagan Instagramda populyarni yemay yurgan, misol uchun trade blogerlariga ishonib qolmanglar-da. Chunki ular misol uchun kurs orqasini qilgani uchun reklamaga bor diqqat e'tiborni qaratadidan kursda reklama qiladi. Birinchi sizlar ko'rishlaring kerak bo'lgan narsa jarayon, misol uchun birinchi stajga qaranglar. Eng muhimi staj. Staj hamma narsani mana yoyib beradi trading sohasida. Misol uchun 2 yilmi, 2,5 yilmi staji bo'lsa, misol uchun bunda o'ylab ko'rib, gaplashib, suhbatlashib, misol uchun birinchi konsultatsiyaga boringlar. Shoshib turib olib qo'ymang. Miyasida nima bor, o'zi u plyusdami, nima ishlar qilyapti, nimani orqasidan foyda qilyapti, kurs sotib foyda qilyaptimi, qani anaqa rezultati, qani mana ko'rsat menga istoriya targovlarni, nimalar qilgansan, hammasini do tushuntirib, mana bunaqa deb turib, matematika holida taxlab sizlarga mana bunday stollarning ustiga qo'ysa, o'shanda o'ylab ko'rsalang bo'ladi, ha, buni miyasi nimadir bor ekan, menga o'rgatyapti yoki mana bunaqa qilyapti deb turibdi. Misol uchun kurs sotib olayotganda ko'p odamlar trading sohasini bilmaydi, Instagramga kiradi, misol uchun kurs sotib olishga, trading sohasiga qiziqdi, misol uchun o'shani men egallayman deb o'ziga va'da berdi, internetga kiryapti. Populyarni kim hozir? Eng Reels'dan ko'p chiqqan, eng populyarniga shunday directga yozyapti, mana bunaqa deyapti, onlayn sotib olyapti. Do'stlar, qaranglar. Onlayn bilan offlayn farqiga keladigan bo'lsa, endi kurs sotib oldilaring sizlar, kimdan sotib olishni hozir aytaman. Ungacha onlayn bilan offlayn farqini tushuntiraman sizlarga. Iloji boricha onlayn sotib olmanglar, chunki misol uchun trading sohasi shunaqaki, savolni joyida bermasanglar, keyingi safargisi eslaridan chiqib qoladi-da. Joyida berilgan savolga joyida berilgan olingan javob o'sha miyada qoladi. O'shaning uchun iloji boricha offlayn olsalaring o'zlaringga yaxshi-da. Misol uchun ustoz, mentorlar o'tiradi oldlaringda. Misol uchun savol berasizlar, sraz javob olasizlar-da. Bunda misol uchun onlayn sotib olsalaring, misol qo'llab-quvvatlashga yozasizlar, ular vaqti bo'lsa yozadi sizlarga, vaqti bo'lmasa bir kundan keyin qolib ketadi. Farqi o'shanda. Keyin video darslikda ham uncha tushunmaysizlar. Video darslikda ko'rasizlar oxirigacha savollar uyilib qoladi. Bitta yozasizlar, ular 2 kun, 3 kundan keyin javob beradi. O'shaning uchun nima demoqchiman, iloji boricha qo'ldan kelgancha offlayn dars olinglar. Minimalni 2-2,5 yil staj bor odamdan olinglar, trading sohasi bilan shug'ullanib yurgan odamdan olinglar. Keyin rezultati bor, nima ishlar qilib qo'ygan, orqasini ham qaranglar-da. Misol uchun bu yerda internetda orqasida o'tirib olib turib, mana men mamlaqa ishladim deydi, lekin nima qilib qo'ygansan orqangga ko'rsat, nima mashinang bor, nima qilgansan, ota-onangga nima qilib qo'ygansan, o'zing nimada yurasan, nima telefon ishlatasan, shunda ham o'sha trading sohasida zo'r daromadga ega odam, gadjetlari zo'r bo'ladi, misol uchun mashinasi bo'ladi, uylari bo'ladi, o'zlaring bilgan narsalar bo'ladi-da. O'shalar surishtirish kerak. O'qib o'rganish kerak, shoshib turib birdaniga olib qo'ymanglar. Kurs menimcha $1000 ekan, va $1000 zo'r o'rgatar ekan deb olib qo'ysanglar, u yeb qo'ygan bo'lasizlar. O'shaning uchun. Chunki hozir misol uchun kursda o'rtacha 6 oyda bo'ladigan bo'lsak, 3 oydan 6 oyda bo'ladigan bo'lsak, misol uchun 3 oyda bitirib chiqyapti, 2 oy ishlayapti, slif qilyaptimi? O'sha 5 oydan keyin slif o'zi joniga tegyapti, keyin bunday o'ylayapti, qarab foyda qila olmayapti. Xullas, menga emas ekan, to'xta, qilgan ziyonlarimni men qaysi yo'l bilan bo'lsa ham chiqarishim kerak deb o'ylaydi-da odam. O'sha paytda keyin srazi miyasiga kurs keladi, kurs keladi, keyin kurs ochadi. Men bitta ikkitalar treyderlar bilaman, shunaqa treyderlarni, misol uchun soqa qila olmaydi. Qaranglar, sxemasini tushuntirib beraman sizlarga, hozir kurs orqasini soqa qiladiganlar. O'zi rezultatga chiqa olmaydi, qarayapti, kurs zo'r yeyapti. Istoriyadan o'rgatsa bo'ladi, bemalol chizib trendlinalar, mana bunaqa qilsang mana bunaqa bo'ladi deb turib. Faqat ishlaganlarni ko'rsatadi, ishlamaganlarni ko'rsatib bera olmaydi.
budishidan ko'rsat desa, analiz qiladi, bitta stop oldik, perizahod bo'ladi-da. O'shaning uchun hamma treyderlar ham emas, tajribali treyderlardan tashqari debman men. Chala treyderlar debman boshda. Yana noto'g'ri tushunib yotmanglar. Xullas, plyusga chiqa olmagan treyderlar nima qiladi? Misol uchun kurs ochyapti. Kurs ochish uchun zdaniya kerak bizga. Zo'r, chotki remont bo'lishi kerak. Unga pul kerak. Nima qiladi? Kredit oladi. Katta kredit oladi, oymoyga yaxshi yeydi, misol uchun kam-kamdan tushadi, oymoyga bolalar puldan. Xullas, ular ham treyderga o'zi risk qilib kirgan bo'lsa, keyin kurs ochib, bu yoqdan kredit olib, yana risk qilib ko'radi-da. Ertaga bola keladimi, yo'qmi, uni tavakkaliga ishlatib ko'radi. Mana bunaqa zdaniya chiroyli, chotki, moshni bo'lsa, misol uchun bagati bo'lsa, o'qish jarayonlari kompyuterlar zo'r bo'lsa, odam jalb qilish osonroq deb o'ylaydi-da. Keyin sodda odamlar ham ko'pda o'sha narsaga uchadidagi borib o'qiydi o'sha yerda-da. Unaqa qilish kerak emas. Kredit oladi, o'shani orqasidan keyin ham plyusini, minusini yopadi, keyin kreditlarni yopib yuradi-da, ana shunday bir tekis ketaveradi. Ha, bu yoqda bolalar misol uchun norozi bo'ladi. Misol internetda ham ko'rgan bo'lsalar ham kerak. Misol uchun o'qib chiqqanlarda mana bunaqa bo'ldi, men qoniqmadim, unaqa bo'ldi, men qoniqmadim deb turib, misol uchun kim kurs sotgan bo'lsa, ana shu narsaga kelganda, uni lekin reklamaga olib chiqmaydi, mana auditoriyaga olib chiqmaydi. Auditoriyaga misol uchun qaranglar. Faqat foyda qilganlar olib chiqadi-da. Foyda qilganlar nima uchun olib chiqadi? Chunki u foyda qilganlar qolgan bilmaganlarni jalb qiladi, o'ziga tortadi-da. O'zi Instagram sxemasi shunaqa-da. Faqat yaxshi tomonni ko'rsatadi. U bola yaxshi tomonni ko'radidan keladi, keyin silif bo'ladi. O'shaning uchun unaqa shoshqaloqlik qilmanglar. Instagramga aldanmanglar, reklamalarga aldanmanglar. Bilmagan odamdan kurs oladi, o'qiydi, 20 ta odam o'qiydi. Kelli 50% minusda chiqdi deylik. 50% polibomi bittasi sel ochsa, bittasi bay ochadi. O'shanda sartarovka qilib 5 tasi foyda qilib qo'yadi-da. O'zi bilmagan holda foyda qiladi uni ham. Demo shotda yoki real shotda farq yo'q. Qolganlari silif qiladi yoki yo'q qiladi, nol qiladi-da. Keyin ularga aytadi, "Sizlar bunaqa qilmayapsizlar, qaranglar, buni bunaqa ishladi. Shunaqa qilsanglar, sizlar ham shunaqa qilasizlar. Hozir sizlarda ancha bor. Picha o'qib o'rganinglar yana" deydi-da. Bu misol uchun o'zi bilmasdan turib qilib qo'ygan narsani bilib, misol uchun bay men bilardim shu yerdan ketishini deyishi mumkin. Lekin ikkinchi marta qilganda o'xshamaydi. Men misol uchun 80% shunga javob beraman-da. Shu 5 ta bolani keyin auditoriyaga olib chiqaman. Mana bizda 5 ta o'quvchi kelgan, mana shu oyda mana shu oyga kelgan, mana rezultati deb Instagramga ko'rsatadi. U Instagram keyin sizga menga o'xshagan, misol uchun trading sohasiga bilmaydiganlar bunday ko'ra, "Vo, zo'r ekan, zo'r o'qidi ekan. Ketdim men ham shaqa boraman" deydan kurs sotib oladi. Bu yoqdagi minusdagi 5 ta odam o'z-o'zidan yopilib, o'qib yuraveradi-da. Ular bilan hech kimda ishi bo'lmaydi. O'shaning uchun Instagramga aldanmanglar. Misol uchun stajga qaranglar, boshqa narsasiga nima qilib qo'ygan, qayerda ofisi bor, nechta filial, sudem, o'zidan ham bilgan narsalarda. Trading sohasi nima? Katta pul topish uchun hamma keladi-da. O'sha ustozing katta pul topmasdan sizlarga dars beryaptimi? U qanaqa ustoz bo'ladi? U sizlar tengi odam bo'ladi-da. Hech narsaga erishmasdan turib sizlarga qanday dars berishi mumkin? Sal o'ylanglar, miyani fikrlashni kengaytiringlar. Bo'ldi. Xo'sh, trading sohasiga qiziqib yurgan odamlar, bolalar, do'stlar, yaqinlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, tradingga qiziqib yursizlarmi? Kurs sotib olmoqchimisizlar? Qaranglar, birinchi o'rinda eng самый главныйsi stajga qaranglar. Staj juda muhim trading sohasida, chunki baland-pastligini biladi, staj muhim, ahamiyat kasb etadi. Birinchisi staj, ikkinchisi misol uchun qilgan ishiga qaranglar o'zini. Nimalar qilgan, nimalarga qodir, keyin anaqa misol uchun balans qancha, оборотda qancha aylantiradi. O'sha ham eng muhimda. O'sha 3 tasiga qarab turib, bemalol kurs sotib olsanglar bo'ladi. Eng birinchisi, eng muhimi stajga qaranglar, keyin stabil doxoddan o'shanga qaranglar bo'ldi. Всё. Misol uchun staj baland, stabil doxodda o'ziga uveren, kurs orqasidan pul qilmaydi-da u. Chunki kerak emas unga. Prosta anaqa qiziqishga, misol uchun odamlar yaxshilik qilish uchun kurs ochadi. O'sha muhim ikkitasiga qarasangiz ham bo'ladi. Misol uchun staj bilan stabillikka chiqqan bo'ldi. O'shanga qaranglar, staj baland, stabillik zo'r, moshni, o'shalardan kurs sotib olsanglar, sizlarni xafa qilmaydi. Sizlar keyin sabr qilib turib, bemalol plyusga chiqib ketsanglar bo'ladi. Do'stlar, men kurs sotmayman. Shunga qaramasdan Telegram kanalim bor meni. Bemalol o'tib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlarga foydali va manfaatli bo'ladigan ma'lumotlar bor yerda, keyin ideyalar ham tashlanib turadi. Xullas, Telegram kanalida silkasini shu video ostida qoldiraman. Meni YouTube kanalimga obuna bo'ling. Hali bunaqa foydali ma'lumotlar juda ko'p chiqaramiz. Hammaga rahmat.